Bozorda ketyapsam, ikkita ayolning orqamda ikkita ayolning suhbatiga quloqim tushdi-da. Haligi ayol aytayapti qiziga. Mana bozorda ishi bitibdi-da, hamma yo'lda oldingmi, oladiganni oldingmi? Ha. Endi deyapti haligi ayol. Bir joyga kirib ovqatlanaylik dedi. Dedi. Qizi aytdiki, "Onajon, men uyga ketmasam bo'lmaydi" dedi. "Kuyovingizga faqat bozorga ruxsat olib chiqaman" dedi. Mashaalloh. Keyin haligi ayol aytayapti, "Ering qaydan biladi?" deyapti. "Qaydan bilib o'tiribdi ering?" deydi. "Bozor dedim deysan" dedi. "Xafa bo'lmang onajon. Shu joyda men sizning gapingizga kirmayman" dedi haligi qiz. Mashaalloh. Men qaramadim o'girilib, eshitdim. Quloqlarim rohatlandi. Mana shunaqa ayollar bor ekan, Umar ibn Abdul Azizlar tug'iladi hali yana. Erini rozi qilish yo'lida, eri ko'rmasa ham uni rozi qilish yo'lida mana shunday itoatda turgan, qalbi toza, qalbi salim bo'lgan, ishi bilan, tili bilan, dili bir bo'lgan taqvodor ayollarimiz bor ekan, hali ko'p yaxshiliklardan umid bor.